Assalomu alaykum akalar, Gruziyaning qishloqlaridamiz. Mana shu videoda polniy Gruziya haqida ancha-muncha savollarga juda ham yaxshi javob topasizlar deb o'ylayman. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha yaxshi yordam berishga harakat qilaman. Xo'p, Gruziyaga kimlar kelish tavsiya qilinadi desangiz, asosan Gruziyaga qurilish sohasini yaxshi bilgan odamlar kelish tavsiya qilinadi. Ruschani bilgan odamlar tavsiya qilinadi. Qurilish sohasida juda ham nol bo'lmagan holda qurilishda tushungan odamlar, agar usta bo'lsa juda ham yaxshi, ko'proq pul topadi. Xo'p, Gruziyada aynan qurilishda ishlar ko'p ekan, juda ham ko'p ekan. Chunki gruzinlar Yevropaga chiqishi bez viza, vizasiz. Atak ancha bizdan o'ylashimcha bizdan ko'ra orqaroqda, ancha-muncha chekka joylari, lekin yo'l uyni mana qishloqdan chekka joylarigacha mana asfaltlar yotqizilgan, lekin asosan bular chorva bilan shug'ullanar ekan. Yo'lni yuzidan ma'lum bu narsa. Mana dalalar, keng dalalar, bo'sh joylar juda ham ko'p. Juda ham mehnat kuchli emas bu yerda. Lekin usta kam. Qaysidir bitta qishloqqa kirsangiz, bir 5 kishilik brigada kirsa, shu qishloqdan 1 yil chiqib ketmaydi. Uy qurdiraman degan bo'sh joylar juda ham ko'p. Kimdir banya qurdirgan, kimdir shu aytayotganda chorvaga qiziqib, molxona, otxona qurdirgan. Shu qishloqqa kirsangiz chiqib ketmaysiz. Ratsenkalar ham baland, chunki usta kam. Ko'pchilik shu aytganda Yevropa bez viza, Yevropaga chiqib ketib ish qilar ekan, keyin uyda odam ishlatar ekan. Uylar taxminan mana shunaqa asosan shlaka blokda urilyapti. Deyarli bu yerda barcha uylar mana shu shlaka blokda ko'tarilgan. Mana atroflarni ko'rishlar mumkin. Hop, shlaka blokga ko'tarilgan. Keyin bitta narsaga amin bo'lasizki, bu yerga kelsangiz katta talab qilinmaydi. Mana shu uylarni qurgan masalan ustalar naglazga to'g'ri chiqsa bo'ldi. Bu yerda asosan odamlar juda ham injiqmas ekan. Buni men boshqa tanishlarimda ham gaplashib bildim. Gruziyaning boshqa shaharlarida ham katta talab qilib endi qo'ldan kelgancha tiniq qilib qilasiz. Lekin naglazda bilinmagan xatolarga hech ham jalba bo'lmaydi. Ishqib mana shu biz aytyapmizki, taxminan 35 minglar atrofida sarflanadi mana shu qurilishiga desak, bu aytyapti 100 ming dollarga yaqin sarflanadi deyapti. Chunki qurilish materiallari baland ekan, usta haqlari ham bizdan ko'ra balandroq. Mana akamiz bilan olyapmiz mana shu yerda banya bilan tualetni anaqasi, основанияsi chiqyapti hozir. Chiqib mana shunaqa ishlar. Keyin oilaviy kelish holati qanaqa desanglar, ayollarga juda ham ish kam. Ish juda ham kam. Oshxona, kafelarda ishlagan odamlarni eshitdim, ko'rdim. Ular nima ish qiladi desiz? Asosan oddiy ishlar. Sklad, firma, zavodlarda ish yo'qmi deganlar bo'ladi. Bularga ish yo'q. Nimagaki? Aynan gruzin tilini bilish kerak u ishlar uchun. Bo'lmasa qiynaladi, olinmaydi ham bunaqa ishlarga. Bu yerda hozir rushnoy ish bo'lyapti. Mana shunaqa. Atak oilaviy kelganlar bor. Oilaviy kelsa erkak kishi ishlaydi. Где-то 200-300 dollarga kvartirasini qilib turishadi-da. Ayoliga mana shunaqa yengil ishlar chiqib qolsa, orada qilib har qalay yashab ishlab yursa bo'ladi oilali holatlarga. Atak ayollarga ish kam. Erkaklarga ish juda ham ko'p. Erkakni qo'liga tegmaydi. Agar usta bo'lsa, aynan usta bo'lmasa emas. Taksi sohasida ko'pchilik emas, men bilgan bir 4-5 odam ish uncha pul topmadim deyapti. Balki ular surib taksi qilmagandir, lekin qurilishda pul topmadim deganini eshitmadim. Qurilishda oyliklari 1200 dan 2000 gacha ko'pchilik tushirar ekan. Oylikli ishlar bor. Haligi qurilishda yaxshi bilmaydigan, kam biladiganlarga 1200 dollardan stabil, 1200-1300 dan stabil oylikli ish bor. Hozir ham masalan 4 odam kerak bir oylikli ishga. U yerda shpaklovka qilinadi, ichki ishlar. Oylikli ishlar bilasiz, patixonka sekin qilinaveradi. Yotoq joy bepul, oziq-ovqat ham bepul, 1200 dollar oylik. Mana shunga 4 odam kerak. Ishqib mana shunaqa qurilishda ish ko'p ekan akalar. Qanaqa savol bo'lsa kommentariyada yozsanglar, nasib keyingi videolarda balki yoritib o'tarmiz, xudo xolasa. Kelish tartibiga kelsak, 365 kun bu yer bez viza, lekin borib ishlayman desangiz, yo ishga kirgizishmaydi, как turist bo'lib kiryapti hamma. Nimaga siz sayohat uchun endi oldingizda bordi keldi bilet, mehmonxona, brom, oldingizda где-то 700-800 dollar pul bo'lishi kerak. Mana shunaqa kirib, lekin yaxshi hech kimga xalaqit bermay, chiroyli yurib, chiroyli yashab, yaxshi pul topib, shu oilangizni yaxshi ta'minlasangiz bo'ladi.
Birinchidan bitta plyus bez viza, ikkinchi plyusi aytaylik shu ko'chada bir muammosi yo'q, haligi nimaga kelding, kimsan, dokumentingni ko'rsat, qani patenting degan mana shunaqa narsalar yo'q akalar. Savollar bo'lsa, shu aytganimdek yozib qoldiraverasizlar, yana nimadir kimgadir qiziq bo'lgan mavzuni yoritmagan bo'lsak.